Siz fikringizni yozib qoldiring, kapalarga qiziqasizmi, kaptargami? Ya Gilamlar, ba'zisi-ku. Gilamlar. Allohlarda styankani yonidek, ha? Ro'parada, Narx haqiqatdan sindirib tashlaman degdingiz. Nechta pul qo'yasiz? Yangi tovarimiz keldi. Yangi tovarimiz kelgan munosabat bilan 6 metrga 3,5 metrlik gilam. Aha. 980 mingdan qo'yib beraman. 1 million 200 ming so'm sotilgan. Kimga 3,5 ga 6 metrli high-tech atechnik 6 metrini 980 mingga hech qanaqa bunaqasini topa olmaysiz. Sizlar bunisi ham shunaqa. 3,5 ga 6 Bardoviy qizimiz Samarqandniki. Bu ham 980 ming so'm. Epga mana ro'qqa apparatni ko'rsataylik mana. Joni o'tib qalinligini his qiling, ha. Xo'p, nechiga nechi bu? Bu 5 ga 3,5 ming gilam Abdulaziz. 5 ga 3,5. Eng qalin, ha. Buni ham mayli qalin gilamga shunchasiga aksiya bo'lgan, bunga ham bo'lsa 1 million 450 mingga aksiya qilib qo'yib beraman. 1 million 400 mingga beraylik. Mayda-chuyda qilmaylik. O'zi 2 million Voy, xalq maza qilsin. O'ka, sizga obuna bo'lganlarga berasiz. Obuna bo'lganlarga beraman, ko'rib olamiz. Bundan mana Maftuna xolam keldilar, xudo xolisa o'z gilamlarni ko'rib ketaman deb turib. Ketdik-ku, ana mijozlarimiz 5 metrli gilam so'rashgan, 2,5 ga 5. Ashuna qilasizda, aka, nech pul bu, aka? 3,5 ga 5 bu razmerimiz. Bu ham aksiya 875 mingga qo'yib beraman.